Xitayning Amerikadagi elchixonasining 7 yanvar Twitterda uchur yo'llab, Uyg'ur ayollarining endi bola tug'ish mashinasi emasligi, Uyg'ur nupusining ko'payishining azayishi, Uyg'ur elida terrorlikning azayishiga turtki bo'lganligini ilgari surishi qattiq ayblashga uchirdi. Xitoy elchixonasi bu uchurni Xitoy hukumatining 7 yanvar e'lon qilingan Xinjiangning nupus taraqqiyoti haqidagi bir dokladini hambahirlash munosabati bilan yo'llagan. Lekin Twitter'dagi inkaslarda Xitoy elchixonasining uchuri Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilib, Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik elib berilganligini e'tirof qilganlik deb ayblangan. Xitoy elchixonasining uchurida Xitoy hukumatining Uyg'ur elidagi nupus siyosiy aqlinib, tadqiqot natijalaridan oshqonlikni yo'qotish jarayonida Xinjiangdagi Uyg'ur ayollarining ideyasi ozod qilinganligi, jinsiy barobarlik, sog'lom tug'ish olg'a surilib, ular bola tug'ish mashinasi bo'lishdan xoli bo'lganligi, ularning o'ziga bo'lgan ishonchi texmi oshqonligi va mustaqil bo'lganligi ta'kidlangan. Angliyaning dаңlıq kiyim-kechak markasi Marks Spencer Uyg'ur rayonidagi majburiy emgakka chetishliq paxta mahsulotlarini boykot qilishni tashabbus qilish harakatiga ovoz qo'shib, qizg'in olqishga erishdi. Texmi yaxshi paxta harakati o'tgan yili mart oyida qul emgaki sababidan Uyg'ur elining paxtalari bilan munosabatini uzganligini jakarlagandan keyin Marks Spencer mo yuqorqi organ tasdiqlamagan paxtalarni kirgizishni to'xtatgan. Biroq u shuning bilan qolmay, o'zlariga o'xshash boshqa xalqaroliq markalarning bu harakatga ovoz qo'shishni qo'lga keltirish uchun harakat qiladiganligini bildirgan va bu haqda 300 dan ortiq kishilik huquq organi o'rtaq e'lon qilgan Uyg'ur majburiy emgakini oyoqlashtirish tashabbusnomasiga qo'l qo'ygan. Yer shari siyosat markazining yaqinqi bir dokladida 2018-yildagi sonliq ma'lumotlarga asosan 1,5 milliondan ortiq Uyg'urning paxta etizlarida majburiy emgakka silinganligi o'tirib qo'yilgan. Turkiyada faoliyat elib berayotgan Sharqi Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati boshchiligidagi bir hay'at 8 yanvar Turkiya Buyuk Millat Majlisi raisi Mustafa Şentop apandi bilan ko'rishgan bo'lib, Xalqaro Sharqi Turkiston tashkilotlar birligining raisi Hidoyatullo O'g'izxon apandi munolarni bildirdi. Suhbat jarayonida Turkiya Xitoy orasidagi jinoyatchilarni qaytarish kelishimnomasining imzolanishi haqidagi xabarlar Turkiyada va dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Sharqi Turkistonliklar orasida qattiq andisha paydo qilganligi, bu kelishimnomining mayli siyosiy nuqtadan bo'lsin, mayli ruhiy jihatdan bo'lsin, Sharqi Turkiston xalqiga og'ir ziyon elib keladiganligi hamda Sharqi Turkiston davosining ojizlashishiga sabab bo'ladiganligi eskartilib, Buyuk Millat Majlisi raisi hurmatli Mustafa Şentop apandimdan mazkur kelishimnomining Millat Majlisi tarafidan rad qilinishi, ovozga qo'yilmasligi yoki to'xtatib qo'yilishi jiddiy talab qilindi. Suhbat jarayonida yana Turkiyada yashayotgan Sharqi Turkistonliklarni xotirjam qilish, ular ustidagi ruhiy, ijtimoiy va iqtisodiy besimlarni azaytish, o'zaro ishonch va bexatarlik tuyg'usini oshirish uchun Turkiyada yashayotgan barliq Sharqi Turkistonliklarga shartsiz istisnosiz nopus berilishi talab qilindi. Shuning bilan birga Turkiya Jumhuriyati nopusiga ega turuqliq Xitoyning Sharqi Turkistondagi to'plama lagerlarida yetayotgan ayol qarindoshlarimizning qutqizilib, Turkiyaga ilib kelinishi talab qilindi hamda Tayland, Indoneziya va boshqa davlatlarda tutib turilayotgan Sharqi Turkistonliklarning omonligidan ansirayotganligimiz va ularni qutqizish uchun jiddiy harakat qilinish kerakligi talab qilindi. Braziliyaning biologiyalik davolash markazi Butantan keyingi bosqichliq tadqiqotda Xitoy Sinovac shirkati tadqiq qilib yasab chiqqan Wuhan virusi vaksinasi Coronavac'ning 78% unumli ekanligi va kasallikning og'irlashishining oldini oladiganligini oshkorildi. Sinovac'ning ishlab chiqarish va tadqiqot hamrohi Butantan Braziliyada vaksinani jiddiy ahvolda ishlatish uchun nazorat organi Avensaga tafsiliy natijaning avatilganligini e'lon qildi. Vaksinani setib olgan davlatlar orasida Turkiyada sinoq elib berilmoqda. Tunji turkumdagi 3 million vaksina 30 dekabr Turkiyaga yetib bordi. Bu vaksinaning kam deganda 14 kun sinoq qilinganligi, agar muvofiq deb qaralsa, jiddiy ishlatishni tasdiqlash orqali vaksina emlashning boshlanganligi o'tirib qo'yilgan. Turkiya bilan birga Braziliya, Indoneziya, Singapur, Chili va Tayland qatorliq davlatlarda Xitoy vaksinasi setib olgan.
Amerika Avam Palatasının rəisi Pelosi baş shtab başlığı bilan Trumpның yaqinqi 12 kun ichida yadro hujumi qo'zg'ashga urinishining oldini olish uchun qanday tadbirlarni qo'llanish to'g'risida suhbatlashganligini e'lon qildi. Amerika Avam Palatasının rəisi Nancy Pelosi Prezident Donald Trumpның oxirgi kunlarda yadro hujumiga urinmaslik uchun baş shtab başlığı Mark Milley bilan ko'rishganligini xabar qildi. Demokratlar Partiyasining a'zosi Pelosi o'zining va Milleyning 20 yanvar vazifasidan ayrilguncha Trumpning har qanday harbiy dushmanlik paydo qilishi yoki yadro qurollarini etish kodiga erishishga qarshi qo'llanadigan tadbirlarni muzokara qilayotganligini tilga oldi.